5 ayning 13 kuni, ya'ni Ro'za hayitining 1-kuni, Ma'ruf Ma'arif va insonparvarlik yordam jamiyatining raisi Chingiz Uysal, muavin raisi Muhammad Nuri Uysal va Tugay Danabash Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq boshlig'i Abdujalil Qarqash apandi bilan ko'rishdi. Ko'rishish jarayonida Ma'ruf jamiyati mazlum Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bayon qildi. Ma'ruf jamiyati hay'atini jamiyat markazida qarshi olgan Abdujalil Qarqash apandi Sharqi Turkiston va chet eldagi Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida uchur berdi. Buningdan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi, bo'libmi O'rta Osiyo va Turkiyadagi Uyg'urlar duch kelgan masalalarni hal qilish uchun hamkorlik o'rnatish qaror qilingan. Birleşken Devletler Teşkilatı'da ötküzülgen yığında Xitayning Uyg'urlarga tutgan muomalasi muzokara qilindi. Yığınıga qatnaşgan devletlerning vakilleri birdek Uyg'urlar uchrayotgan zulmni oxirlashtirish chaqiriq qildi. Yığında Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq komissarining rayonga kirishiga ruxsat qilish talab qilindi. Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi doimiylik vakili bosh elchi Linda Xitoy haqida ig'ir ayblashlarni o'tirib qo'ydi. O, Uyg'urlarning qiyin qistoqqa ilinganligi va ayollarning majburiy tug'mas qilib etilganligini ta'kidladi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining mudiri Kent Roth musulmon osonliqlarning qamalgan mezgilda ularning madaniyati va dindan voz kechishga majbur bo'lganligini bayon qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Agnes Kallamard Birleşken Devletler Teşkilatı'ni Sharqi Turkiston rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligini tekshirishga chaqirdi. Tesla Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylik keltirib chiqargan aniqsizlik sababidan Xitoyga mablag' selishni oshirish planini vaqtincha to'xtatdi. Dunyodagi eng olqishga erishgan to'qlik mashina ishlab chiqaruvchi Tesla Xitoyga intayin ahamiyat berib kelgan hamda Shanxaydagi zavodini kengaytirishni planlagan edi. Lekin Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylik keltirib chiqargan aniqsizlik sababidan Tesla Shanxaydagi aslahalarini kengaytirishni maqsad qilgan yer elish va Shanxayni yer shari eksport markaziga aylantirish planini vaqtincha to'xtatdi. Tesla'ning Shanxaydagi zavodi yiliga 500 ming mashina ishlab chiqarish uchun loyihalangan bo'lib, hozir bu aslahada har yili Model 3 va Model Y mashinadan 450 mingni ishlab chiqaradi ekan. İsrail armiyasi yazma bayonotida havo va quruqlik qismlarining bugun atigan G'azza rayoniga hujum qilayotganligini e'lon qildi. G'azzaning shimoliy rayonining sharqiy va g'arbiy qismidagi o'xshamagan nishonlar Isroil armiyasi tomonidan havo va dengizdan tangli bombardimon qilindi. Hujum sababidan shaharning shimolida tok uzilib qolgan bo'lib, Isroil armiyasi hujum qilgan rayonlardan o't yolqinlarining ko'tarilganligi ko'rildi. 10 maydan boshlab Isroiliyaning hech mezgilida to'xtatmagan hujumlarida qazo qilganlarning soni 109 ga, yaralanganlarning soni 621 ga yetgan. Isroiliya saqchilari Masjidi Aqsa va Shayx Jarrodin chekinmagandan keyin Falastin qarshilik guruhlari Isroiliyaga nurg'un raketa miyot otgan edi. Amerika kasalliklarning oldin olish va kontrol qilish markazi vaksinani tamomlagan kishilarga maska taqish majburiyatini bo'shatdi. Vaksina emlangan kishilar to'plashgan muhitda uy ichi va sirtiga maska taqamasdan chiqalaydi. Amerika prezidenti Joe Biden bayonotida bugun Amerika uchun nihoyatda olaydi bir kun dedi. Biden va uning guruhidagilar maska taqmay Oqsaroydagi axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashdi. Bundan ilgari Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zolari bilan ko'rishgan Biden kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazining maska talabini amaldan qoldirganligi xabari bilan maskasini ilib etgan.